Poddushka va betonning kubasi qanday chiqariladi? Birgalikda o'rganamiz. Assalomu alaykum qadrdonlar, hammaga xayrli kun. Sizlar bilan doimgidek usta tog'alar. Xo'p, bugungi videomiz shunaqa betonlarni kubasi va poddushkaning kubasi qanday chiqariladi. Endi buni bir kubaligini hamma biladi, lekin hozirgi kunda misol betonimiz 30, 40, 50, 70 qilib quyilyapti. Kubasi misol chiqarilishi sal qiyinroq bo'lib qoldi. Oldin 50 sm quyilardi. Hozir endi hamma har xil quyayotganligi uchun bu videomiz bilmaganlar uchun, bilganlar uchun eslatma, yana to'g'ri tushunasizlar. Xo'p, buni misol hamma ustalar biladi. Betonning kubasini chiqarishni hamma ustalar biladi. Misol endi yangi shogirdlar bo'lishi mumkin, yangi ish boshlagan insonlar yoki o'zingiz misol qancha beton quydirdingiz-ku, kubasini o'zingiz uchun ham bilib olsangiz yaxshi. Xo'p, buni qanaqa qilib chiqariladi? Bizga kerak bo'ladi. Shunaqa farqi yo'q, kardonmi, lismi. Biz endi shunaqa lis oldik. Hali osonroq ko'rinishi uchun. Bitta ruchka, bitta qalam bo'lsa ham bo'laveradi. Biz endi hali katta qilib yozaylik. Videoga osonroq ko'rinsin deb shunaqa lis oldik. Keyin shunaqa bitta ruchka oldik. Xo'p, keyin metr kerak bo'ladi. Xo'p, betoningiz qanaqa quyilgan bo'lsa, birinchi o'shani o'lchab olasiz. Xo'p, hozir ham betonimiz 40 sm quyilgan. 40. Bo'yini o'lchaysiz. 80. Xo'p, endi o'zingiz betoningizni bilasiz-ku, uzunligini qanchaligini bilib olasiz. Xo'p, shuni yozib olamiz birinchi. Xo'p, betonimiz enini yozib olaylik. Biz endi kattaroq xatimiz ham o'rtacha. Enini yozib olamiz birinchi. Keyin bo'yini yozib olamiz. Uzunligini yozib olamiz. Xo'p, buni endi 40 sm dedik. 0 40. Xo'p, buni bo'yini yozib olamiz. 0 80 sm. Uzun endi masalan necha chiqdi betoningiz? 100 metr deylik yoki 70 yoki 80, farqi yo'q. Necha metr bo'lsa o'sha yozib olaverasiz. 100. Bularni endi bir-biriga ko'paytirib chiqamiz. Buni yana bir qator aytib qo'yay. Xohlasangiz birinchi uzunini yozing, xohlasangiz balandligini yozing, xohlasangiz enini. Uni 10 ni almashgani bilan kubasi bir xil chiqaveradi. Xo'p, endi buni ko'paytirib qo'yamiz-da mana. 0 40 ko'paytirilgan 0 80 ko'paytirilgan 100. Xo'p, endi bizga endi nima kerak bo'ladi? Kalkulyator kerak bo'ladi. Xo'p, endi hozir hamma telefonni kalkulyatoridan foydalanadi. Shuni ko'paytiradigan insonlar bo'lsa ko'paytirib olaversin. Xo'p. Mana 0 40 ko'paytiramiz. 0 80 ga teng. Uni yana ko'paytiramiz 100 metrga. 32 kvadrat, 32 kuba chiqdi endi misol. 32. Xuddi shunaqa qilib, misol qancha chiqqanini bilib olaverasiz. Buni aytdik, yana bir qator eslatib qo'yaylik. 10 ni almashib qo'ygani bilan kubasi bir xil chiqaveradi. Xo'p, endi poddushkaga keladigan bo'lsak, misol buni endi biz aytdik-ku, bo'yini aytdik-ku. Endi 70 bo'lib qolishi mumkin, 80, 50, 30 farqi yo'q. Siz betoningiz necha chiqsa, o'shani yozsangiz bir xil kuba chiqaveradi. Eng oson yo'li shu. Endi hali boshqacha usullari ham bor, eng sodda tilda tushunadigan shu. Xo'p, endi betonni poddushkani necha quyiladi? Asosan yerni qatlamiga qarab 100 martalab aytamiz. Misol 50 quyiladi, 60 quyiladi, 80, yeringizni qatlamiga qarab qo'yaverasiz uni. Xo'p, siz endi poddushkani qanaqa qilib chiqariladi? Poddushka ham xuddi shunaqa. Birinchi eni, bo'yi, uzunligini yozib olasiz. Bu. Endi poddushkamizni eni misol 60 qo'yasizmi yoki 80 mi? Biz 60 yozib olaveraylik. 0 60. Xo'p, bo'yi 30 mi, 40 mi, 50 mi? U yeringiz qatlamiga qarab nechalik misol bo'sh bo'lsa 50 qo'yasiz, qattiq bo'lsa 30, 40, 20 o'sha. Biz endi hozirgi kunda 20 qo'yaylik. 20. Uzunligi endi 100 necha chiqsa, o'sha o'zgartirmay qo'yaylik. 100 metr. Bo'ldi. Shuni endi yana bir-biriga ko'paytirib chiqamiz. Bo'ldi, tamom. Bu ham xuddi shunaqa.
Xo'p. Buni 10 ni almashgani bilan kubasi bir xil chiqaveradi. Xo'p, endi buni yozib olamiz. 0.60 ko'paytirilgan 0.20 ko'paytirilgan 100 barobar. Bizga yana o'sha stil kalkulyator kerak bo'ladi. 0.60 hozir 0.60 ko'rinyaptimi? Xo'p, ko'paytirilgan 0.20 teng. Buni ko'paytiramiz 100 ga. 12 kuba. Xo'p, bu endi misol bilmaganlar uchun bilmaganlar uchun foydali video, bilganlar uchun eslatma. Yana doim aytib kelamiz, chunki hali oldingida bir video chiqardik. Xullas, karkas o'qiyotgan joyimizda men endi bitta videoni ko'rdim. Hindistonlikmi, Pokistonlikmi bitta inson armaturani olib turib, shunday qilib to'g'ri baylab qo'ydi. Kurchakda baylagan, endi prosmotr millionni o'tib ketgan, layklar asa bosilgan ekan. Biz karkas to'qib o'tirib, "Ke shuni mana bitta video chiqarib qo'yay" deb olib turib, karkas shunday olganman. Mixda, simda shunday qilib baylab, bunday qilib layk bostirib, shunday chiqarib qo'yganman xolos ommaga. Endi ko'pchilik biladi uni. O'sha ham rosa negativ fikr bildirildi-da. Nechinchi zamonda yashayapsan, nechinchi asrda yashayapsan? Men 100 yildan beri shunaqa qilib to'qiyman. Xullas, ota-bobom shunaqa to'qigan deyishdi. Simda o'rniga kurchak qil deyishdi. Ya'ni kurchak bor, o'sha paytda simda to'qiyotgandik, mixda to'qiyotgandik. Mixda olib shuni baylab qo'ydim. Bunchalik bo'ladi deb o'ylamadim. Shunday chiqarib qo'ydim. Men endi bilmaganlar uchun deb o'shandan keyin aytdim, haligi to'g'ri, ustalar ko'pi biladi. Bilmaganlar uchun video qilamiz biz. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar. Buni ham endi misol hamma ustalar biladi, shuni ham video qilib chiqardikmi deb negativ yozilmasligi uchun oldini olib aytib qo'yapmiz. Xo'p, shunaqa gaplar qadrdonlar. Videomiz yoqqan bo'lsa bir donadan layk bosib, bizni poddeshka qilib qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Xudo xolasa shunaqa sodda, tushunarli qilib video olishga harakat qilyapmiz. Qo'llab turaverasizlar. Joninglar sog' bo'lsin.